Eridan beruxsat uyga olib ketayotganlar. Eridan beruxsat o'g'liga aytarmishki, "Bor, openi olib kel, sog'indimdirmish." Nimaga o'zi eriga berding bo'lmasa? Uyingda olib o'tirar bo'lmasa. Shunda ukasi kelib, kuyov tomon aytadi. Shunday kelarga, "Opa chiqing" dergan, chiqargan uyga olib ketaverar ekan. Turaverar ekan, ustunga o'xshab. Hech kim emas ekan uchun. G'ururi bor erkak bor, sekund yo'qotib yuboradi tag-tugi bilan. Tag-tugi bilan yo'qotib yuboradi. Boshingga salla qilib o'tir deydi buvisiga. Aralashaverar ekan. Kelib olib, "Nima yeyapsan?" dergan. Senga nima yeyishi bilan? Uyingga olib ket bo'lmasa, nima yeyishini bilmoqchi bo'lsang. "Voy qizim, nimaga ozib ketding? Voy qizim, nimaga ranging past?" Erkaklar xotinimizni ham bir deb o'tkazaylik gapimizni. Skoch bor, zo'r, enligi, qopda o'raydigan. Shuni skochlab qo'y og'zini. Shilanga qo'shda suv ichsin. Gapirmasin xudo tomonga.